Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'qituvchi qanday yo'qlama qilishini ko'rib chiqamiz. Menyudan startda bosiladi. Xo'p, assalomu alaykum. Siz Markaz Hub platformasi botiga murojaat qildingiz. Iltimos, bo'limlardan birini tanlang. Masalan, o'qituvchi bo'lib kirdi. Bu yerda telefon raqamini bosishi mumkin yoki telefon raqamini kirgizishi ham mumkin. Va bu yerda qaysi markazga kirmoqchi? Masalan, markaz 2 ga va markaz 2 filialiga tizimdagi parolini kirgizadi. Endi filial almashtirishi, chiqib ketishi yoki sozlamalar bo'limini tanlashi mumkin. Bizda guruhlar bo'limini tanlasak, ikkita guruhi bor ekan. Birinchi guruhga kiradigan bo'lsak, faqatgina talabalarni boshqarish va bu yerda o'sha guruh haqidagi ma'lumot ko'riladi. Yo'q, 2 ga bosadigan bo'lsak, buni yo'qlama qilish qanaqasi bo'ladi? Chunki bugungi kunda uni darsi bor va bugun yo'qlama qila oladi. Mana yo'qlama qilishni bosadi. Boya admin orqali yo'qlama qilib qo'yuvdik. Bu masalan keldi deydigan bo'lsak, ana hammasi keldi, masalan bittasi ishini qilmadi. Va saqlash bosadigan bo'lsak, bu уже yo'qlama qilib bo'lindi degan. Endi har kuni dars tugagandan so'ng o'qituvchiga xabar keladi. Ya'ni mana bu guruh uchun yo'qlama qilishni unutmang deydi. Ya'ni eslatma uchun har doim bot yo'qlama qilmaguncha yozaveradi. Bu endi bitta qulaylik hisoblanadi. Demak, Telegramdan yo'qlama qilish shu edi. Endi kirib talabalarni boshqarishi ham mumkin. Ya'ni bundoq turib uni muzlatib qo'yishi yoki guruhdan chiqarib yuborishi ham mumkin bo'ladi. Muzlatib qo'yilsa nima bo'ladi? Muzlatib qo'yilsa, u talabadan pul yechilmaydi. Ya'ni hozir sababsiz kelmadi desak, pul yechadi baribir. Ya'ni yo'qlama qilinganligi uchun pul yechadi. Endi muzlatib qo'yadigan bo'lsak, pul yechilmaydi. Shunaqa qobiliyatlari ham bor ekan bu tizimimizda. Hop, buguncha darslarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha